Start recording videosi bo'linyapti. Demak, hammaga salomlar. Bugun biz shu paytgacha o'tgan, ya'ni 10 ta darsimizdan bitta kichkina veb-sayt yasaymiz. Masalan, bankomat yasaymiz. Vaqtga qarab yana bitta veb-sayt ham balki yasab yuborarmiz. Demak, hozir g'oyasini sizga aytib beraman. Boshida foydalanuvchini o'zini kalit so'zi bo'lishi kerak va undan kalit so'z so'rash kerak. Agar u kiritgan kalit so'z o'zini kalit so'ziga teng bo'lsa, ma'lumotlar kelib chiqishi kerak. Bo'lmasa, xato parol yoki kalit so'z xato deyish kerak. Endi ichida esa u yog'ini o'zlaringiz ko'rasizlar. Qani tezroq boshlaylik bo'lmasa? Qani birinchi bo'lib K deymiz. Yoniga masalan 4 ta 8 deylik. Va pastdan summa barobar 100 ming deylik-da. Endi xo'p, bo'ldi. Xo'p, K summa, endi bu yerga esa user K deymiz. User K barobar bo'lsa int qaus ichida input va ichida esa parol kiriting deylik. Parol kiriting. Endi agar user K barobar bo'lsa 88 ga emas, K ga barobar bo'lsa, keyin ichidan masalan print 1 deb turaylik hozircha. Masalan bu yerga 1 deb turaylik-da. Hozir bu ishlayaptimi yo'qmi degan ma'noda. Va bu yerga esa printiga parol xato deyish kerak. Endi sinab ko'ramiz. Bu yerga masalan 1 2 3 kiritsak, parol xato deyapti. Hop 7 7 7 7 kiritsak, mana bu bundoq bo'lsa, bu yerda 8 8 ku parol, 8 8 8 mana 1 chiqarib beryapti. Endi ichiga o'tamiz. Boshida bizaga bu yerda menu chiqarib berish kerak edi. Menu deymiz-da barobar. Men hozir sizlarga qanday qilib menu chiqarib berishni ko'rsatmagan bo'lishim mumkin. Hozir bir to'la tushuntirib beraman. Input nima uchun aynan input? Sababi inputni ichida istalgancha ma'lumot yozsa bo'ladi va oxirida tanlasa ham bo'ladi. Xohlasangiz buni alohida bir o'zgaruvchiga oling, uni print bilan chaqiring, tagidan input bilan qo'yib qo'ying. Lekin hozir input bilan qo'ysak, odamni xayoli mana bu yerda masalan 1 deymiz-da. 1 deymiz-da, bu yerga oldin buni uchalik qilib olamiz. 1 deymiz-da, pulni yechib olish deymiz. Pulni yechib olish. Demak, endi 2 ga. 2 ga deymiz-da, summani ko'rish deymiz. 3-chisiga SMS xabarni yoqish deymiz-da va so'nggisida birini tanlang. Bu yerda odamni xayoli avtomatik tarzda faqat 1 2 3 ga ko'zib boradi va demak bunga yozilgani, ya'ni mana bu yerda. Bu yerda yozilgani bunga teng. Bu yerda yozilgani 2 ga teng deb o'ylaydi. Yoki agar biz bilan hazillashmoqchi bo'lsa, bu yerga 4 boshqa son kiritsak, hozir o'shani yechimini ham oxirida ko'rsataman. Masalan, bu yerga 1 2 3 larni kiritadi deylik. Yani tagidan if menu barobar bo'lsa 1 ga, pastdan menu 1 ga barobar bo'lsa, user pul deb qo'yaylik oddiy.
pul barobar input. Masalan bu yerga pul hops necha pul yechib olasiz deylik. Necha pul yechib olasiz? Endi tagdan if pul katta bo'lsa yoki kichkinami? Kichkina yoki teng bo'lsa 100 dan, ya'ni 80 bo'lsa, bo'ldi, to'g'ri. Xo'p, pastda printga yozamiz f string bilan sizning summangiz deymizda, bu yerga balans emas, summadan ayiramiz pulni. Qani endi sinab ko'ramiz. Demak, bu yerda masalan birinchi bo'lib to'g'ri parolni kiritamiz va faqat birni ishlayotgani uchun bir kiritamizda necha pul yechib olmoqchisiz? 80. Sizda 20 ming pul qoldi, mana ishlayapti. Sizning summangiz. Bu yerga yana 1 2 3 ta kiritsak yaxshiroq bo'lardi. Endi bir o'xshadi birinchisi. Endi yana mana bu. Yani bu yerdan yozib qo'ymanglar. Ba'zi bu o'ylaydiki bunga. To'xtanglar, buni elsini chiqarish kerak aytgancha. Printga mablag'ingiz alhamdulillah. Qani davom ettiramiz. Mablag'ingiz yetarli emas deymiz. Endi mablag'ingiz yetarli emas. Endi bu safar aytganimdek shu bu ifni tagidan, sababi bu ifni allaqachon yopib bo'ldik. Elif deymizda menyu barobar bo'lsa 2 ga. Shunchaki printga summani ko'rish. Summani ko'rish emas, sizning summangiz. Xo'p, va bu yerga f string bilan qo'yish kerak. Bu yerga esa summani chaqirib qo'yamiz. Bu ham bo'ldi. Hozir endi yana elif menyu barobar bo'lsa 3 ga. Bunga shunchaki print xabar noma yoqildi. Else babar. Yo'q, bu yerda bunday menyu yo'q. Bunday menyu yo'q deymiz. Endi qani bittadan berib ko'raylikchi. Xo'p. Hozir mana birinchi bo'lib to'g'ri parol. Parol xato. Bu ishlayapti. Endi shuni to'rttaligini kiritamizda ikkinchisi, ya'ni summani ko'rish. Bizning summamiz 100 ming ekan. Xo'p. Parol 8888. SMS xabarni yo'qish, SMS xabarnoma yo'qildi. Xabarnoma yo'qildi. Endi keyingisi masalan 4 kiritib qoldik. Bunday menyu yo'q. Va mana o'xshadi deb o'ylayman. Bu yangi yozganimiz. Masalan bu yerga 700 kiritdik. Mablag'ingiz yetarli emas. Bo'ldi, mana hammasi ishlayapti. Xo'p, qani bo'lmasa boshidan tushuntiramiz. Boshida key va summa kiritilgan. Ya'ni bu yerda foydalanuvchining boshidanoq o'zini bitta paroli bor.
va uni tagida o'zini balansi, ya'ni summasi bor. Va foydalanuvchidan so'rayapti mana bu yerda siz parolingizni kiriting deb. Agar deyapmiz, shu parol user kiritgan parol uni haqiqiy paroliga teng bo'lmasa deyapmiz, parol xato deb chiqarib kelsin. Agar teng bo'lsa, ichiga o'tsin demoqchiman. Demak, xo'p, vaqt qancha qolibdi? Endi 10 minut bo'libdi. Yaxshi. Bo'lsa tushuntiraman, keyin ba'zi bir narsalarni sinab ko'ramiz. Xo'p, menyu, pulni yechib olish, summani ko'rish, xabarlarni yoqish, birini tanla. Bu yerda menyuda kiritilib o'tilyapti hammasi. Ya'ni shu 1, 2, 3lardan birini tanlaysiz. Mabodo bir qitmirligi tutib qolsa, bolalarni 4, 5, 7, 10, 20 kiritib yuborishi mumkin. Unga mana bu S javobgar, ya'ni unday kiritsa bunday menyu yo'q deb chiqarib beradi. Mabodo undoq masalan A deb harf bilan kiritsangiz, bu dastur avtomatik tarzda bizaga error keltirib beradi. Bu errorni yo'q qilishning yo'li bor. Hozir ko'ramiz. Masalan, bu yerga 888 kiritamizda A kiritsak, mana error chiqarib beryapti. Bu yerda uni yo'qotish uchun mana bilan shunday o'chirib qo'yamiz. O'chiramiz. To'xtanglar. Buni emas. Mana buni o'chiramiz. Mana buni o'chiramiz. Buni bitta bundoq qilamiz. Bitta bundoq qilamiz. Endi bemalol ishlaydi. Masalan, mana 888 bu yerga A kiritsak ham bunday menyu yo'q deb chiqarib beradi. Biz shunchaki bu yerda int deb uni integerga o'zgartirib olgandik va biz uni shunchaki stringga o'zgartirib qo'ysak hammasi hal. Bu yerda menyu agar 1 ga teng bo'lsa, pulni yechib olishga teng bo'lsa, pul, ya'ni foydalanuvchidan pul kiriting deyapti. Agar kiritilgan pul mana bu balansidan, bu yoqqa 100 ming emas, summa kiritsak ham ishlayveradi. Summadan katta yoki teng bo'lsa, kichkina yoki teng bo'lsagina uni ayirib chiqarsin. Bo'lmasa, bunday mablag'ingiz yo'q deb chiqarib yuborsin. Bankomatlarda menimcha shunday. Endi elif, 2, 3 bular juda ham oson. F-string, print shunchaki chiqarib yuborasiz bu yo'llari. Osonda tushuntirishimning hojati yo'q deb o'ylayman. Qani, xo'p, vaqtimizni ko'ramiz. Vaqtimiz menimcha 13 minut. Bir narsani sinab ko'rishga vaqtim yetarmikan? Yo'q, mayli. Xo'p, endi sizlarga vazifa desak ham bo'ladi. Aytgancha, yana bir narsani ko'rish esimdan chiqdi sizlarga. Mana bu yerda ko'rib tursangiz, takrorlanmayapti. E'tiborli odamlar buni birdaniga sezadi. Masalan, mana 23. Mana bu yerda yana qaytib mana bu chiqmayapti. Siz buni keyingi darslarimizda, ya'ni yaqin orada ko'rib o'tamiz. 1-2 darslardan keyin deb o'ylayman. Endi boyagi gaplarimizga qaytamiz. Sizlarga uyga vazifa bu uyga vazifa emas, endi o'zlaringizni sinab ko'rishingiz uchun kalkulyator bo'ladi-yu. O'shani yasanglar. Hozirgi o'tgan mavzularimizcha kalkulyator yasash juda ham oson. Unga ham xuddi bir aylanib o'tirmasin, ya'ni xato chiqsa aylanib, yana qaytib chiqib o'tirmasin. Shu oddiy shunday qilib qo'ysangiz yetadi. Demak, bo'ldi, shu yog'iga to'xtatamiz va hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha